Assalomu alaykum hemşireler. Muş vaqtınlar xayrlik bolsun. Hazır sizlarga ötep bermekçi bolgan ders lampon yani dirildaq. Bunun keraklik materiallar maş uni, kök turup, yumğaq süt, aşköki, yağmuç, tuz, noqut, açıq su. Anandan keyin su. Buningda kök turupni qirg'ichda ushaqlab qirib olamiz. Anandan keyin bir piyola lampon uniga düve emas adetlikçe bir piyola lampon uniga düve 2 piyolalik 2 piyola su quyib, mushundaq odatga qilib olamiz. Anandan keyin ko'rga 4 piyola su quyib, tayyor qilib olamiz. Xonimlar, bayqi ko'rini qozonga isib, buningga 2 qo'shiq, mana shu qo'shiqda mana 2 qo'shiq, mana 2 qo'shiq tuz solamiz. Men sap bo'ldim. Anandan keyin buningga yana bir qo'shiq ochiq suv to'kib aralashtiramiz. Anandan keyin bu mana mushtaq aralashtiramiz. Tuzsiz bo'lib qolsa bo'lmaydi, bek tuzliq bo'lib qolsa bo'lmaydi, mushtaq qilamiz. Anandan keyin buningga bayqi kraxmalimizni qo'yib mana shu qo'shiqda aralashtiramiz. Buningga ya yog'och paloq ya xashu paloq qilamiz. Hargizmi to'mi selishqa, to'mi chimishlarni selishqa bo'lmaydi jonlarim. Azizlar, mana lamponni mana qo'yaldi. Buni shu qozon pechdan ketmay, to'xtamay qo'chib turamiz. O'tni to'van qilib qo'chib turamiz. Mana shu odatgacha qo'chimiz. Mana ozroq suv qo'shay. Sal-pal quyuq bo'lib qolgan joyi. Agar bek quyuq bo'lib qolsa suv qo'shsanglar bo'ldi. Agar bek suv qilib qolsanglar, buni tepadan kraxmal lampon uni qilsanglar, dügü bo'lib qilib yaxshi chiqmaydi-ku. Shunga quyuq bo'lib qolsa suv quyuq bo'ldi. Mana mushtaq chiqqanda lampon uningga bek bilan chiqadi jonlarim. Azizlar, mana mushtaq bo'lsa bek bilan chiqadi. Buningdan quyuq bo'lib qolsa tashdek bo'lib qoldi. Maningdan suv qo'yib qolsa, keyin uyg'on chaqda cho'kib qilsanglar uzib ketadigan chiqib qoldi. Mushtaq bo'lsa bek yaxshi bo'ldi. Qizimlar bundaysizlar xil bo'ldi.